Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn ta'lim platformasiga xush kelibsiz. Sizlar bilan CSS haqida dars boshlab qo'ygandik va ana shu darslar davom etadi. Va CSS asoslari bo'yicha darslarimiz davom etadi. Bugun umumiy darslarimiz 19-si ekan. Demak, bugun nimalar o'tiladi? Bugun sizlar bilan font size'lar, ya'ni font size'lar haqida gaplashgandik. Aynan pixel, foiz hamda em. Shunda font size'larida o'lchanishi bor. Shularda farqlari haqida gaplashamiz va height property'lar haqida gaplashamiz. Ya'ni line height, line. Ya'ni paragraflarda yozganingizda oralarini ochish shu haqida gaplashamiz va hr aynan mana shu element, aynan mana shu kod nima uchun kerak? Shular haqida bugun qisqacha qilib gaplashib o'tamiz. Unday bo'lsa boshladik. Mana ko'rib turganinglardek tayyor ochib oldim. Dars 19.html deb hamma yoq ochdim va shuni CSS ni ham ochdim. Ya'ni CSS faylni ham style.css deb. Va bu yerda style'da, ya'ni CSS ni ulab oldim, link berib, undan oldingi darslarda albatta link berish haqida alohida to'xtalib o'tganman. Hozir ham shularni qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Bular ikkalasi bitta fayl papkada. Demak, style.css ni ham ulab oldim. Endi sizlarga birinchi bo'lib boshlayman. Paragraf ochaman. Paragrafda biror narsa yozaman. Misol uchun web development schoolda web dasturlash bo'yicha bepul darslar berib borilyapti. Ctrl+S qilib faylni saqlanib qolib oldim. Ctrl+S qilib va endi shuni brauzerda ko'raman. Mana brauzerda chiqdi. Endi bunga men stil beraman. P element ochaman. Misol uchun color. Rangi bo'lsin dark green. Background bo'lsin background color bo'lsin ochroq rang kerak menga. Bo'lsin black. Ctrl+S. Va mana ko'rganlaringdek mana bu narsa hosil bo'ldi. Endi font size beraman bunga, ya'ni buni shriftni masshtabini o'lchayman, katta kichikligini o'lchayman. Masalan, pikselda berib ko'raman sizlarga tushunarli bo'lishi. 25 piksel. Va mana ko'rib turganlaringdek 25 pikselda qanchalik katta bo'lgan ko'rdinglar. Endi xuddi shuni p ga class berib yuboraman. Sababi hozir yana bitta p ochaman. Bu yerda para 1 dedim, Ctrl+S. Xuddi mana shuni o'zini Ctrl Shift D ko'chirib oldim pastga. Va para 2 bo'ldi bu yerda. Mana bu esa endi mana bu faylda para 1 deb olaman. Ctrl+S, hech narsa o'zgarmadi bu yerda mana. Para 2 ga ham xuddi shu narsani beraman, faqat Ctrl Shift D. Para 2 ga ham xuddi shu narsani beraman, faqat bu yerda pikselda emas, em da o'lchayman. Em Ctrl+S. Va mana emda ko'rganlaringdek qay darajada katta bo'lib ketdi bu. Pikselda bu mana bunday bo'ldi. Endi emda o'zinglar bildinglar qanday darajada katta yurishini pikseldan ko'ra. 2em qilib qo'yaman. Va mana 2em bundan ham ancha katta bo'lib bormoqda. Em qanday beriladi? Bu yerda body'da misol uchun body deyman. Font size beraman. Body'da lekin hech narsa yozilmagan. Body'da font size bo'lsa 100 piksel bo'lsa, eng kattasi font size'lar. Ya'ni maketlar bo'ladi, eng katta shriftlar, misol 100 piksel bo'lsa, shularga qiyoslab beraveraman. Endi em yana o'zgardi. Chunki bu yerda em 100 pikselda ikkisi bo'lyapti. 100 ni 2 ga ko'paytirib olib turib chiqarib beryapti bu yerda. Shu sababdan em 2 bo'lganda ham ko'payib ketdi.
Misol uchun 100 piksel emas, hozir 50 piksel qilib olsam, Ctrl plus S. EM ga teganim yo'q, ikkiligicha turibdi. Va mana shrift kamaydi, qisqardi. Ya'ni bu yerda endi EM buni pikseliga qarab turib shriftni beryapti. Bu yerda 25 piksel desangiz, o'zingiz xohlagan katta kichiklikda beraverasiz, lekin EM hamda foiz ishlatayotganda bodyga berilgan font size-ga bog'liq bo'ladi katta kichikligi. Foiz ham xuddi shunaqa. Misol 2 EM bo'ldi, men xuddi shuni 2% qilib olaman. Ctrl plus S. Va mana juda kichirayib ketdi. Shuni 2% emas, 25%. Ctrl plus S. Va mana kattaydi. Shuni 50%. Ctrl plus S. Va mana ko'rganlarda 50% 25 piksel bilan bir xil bo'ldi. Foiz EM piksellarda farqi aynan mana shunda. Bu faqat font size uchun emas, bokslarning katta kichikligi, font weightlar, ya'ni shriftlarning qanday katta kichikligiga ham bog'liq. Xuddi shunaqa qilib piksel EMlar xuddi shunday farq qiladi. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. EM piksel hamda foizlarda o'lchov birliklarini farqi. Endi bu yerga yana P ochaman. P ochaman, class deyman. Para 3 bo'lyapti. Va bu yerga endi men yozib o'tirmayman. Larem tayyor larem bor. Laremni bitta bosaman. Va endi men laremni tegini o'chiraman. Ctrl plus S. Ctrl plus S. Va mana bu yerda ham para 3 ga ham avtomatik bu yerda shrift berib yuboryapti. Sababi bu yerda hali para 3 ga hech narsa bermaganmiz. P da hisobida olib turib berib yuboryapti. Class oldik. Para 3 font size 30 piksel bo'lsin. Ctrl plus S. Mana kichaydi. Endi line height nima degani? Line height misol mana bularda orasi hisoblanadi. Ya'ni birinchi qator bilan ikkinchi qatorda orasi. Line height aynan shuning uchun kerak. Oralarni ochish uchun ko'proq o'qishga qulay bo'ladi. Line height deyman. Misol 15 piksel deyman bu yerda. Pikselda ko'rsataman birinchi. Ctrl plus S. Bu yerda yopishib ketdi. Sababi o'zi avtomatik bu yerda line height berilgan. U 15 pikseldan oshiq edi. 50 piksel beraman shu sabab. Ctrl plus S. Va mana ko'rganlaringizdek line height cho'zildi 50 piksel. Ya'ni pikselda shunday, lekin line heightlar ko'proq EM da o'lchanadi. Misol uchun 1.5 EM beraman line heightga. Qisqardi. Misol bu 1.5 EM mana bu font size ga aloqador emas. Agar bu yerda line height deb turib, pikselda agar mana bunga o'xshab pikselda bodyda yozilgan bo'lganda, aynan EM shundan olib turib keyin berardi. Lekin hozir unday qilmayapti. O'zi avtomatik berilgan. Shundan olib chiqaryapti. 2.5 EM qilaman. Va mana ko'rganingizdek, yana ham cho'zildi. Line height aynan shuning uchun kerak. Demak, sizlar line height, piksel, ya'ni foizlarda hammasini farqini tushundinglar deb o'ylayman. Va bu yerda yana bitta element qolib ketdi. Bu HR element. Ctrl plus S. Bu nima beradi? Bu mana bunday liniyalar hosil qilishda yordam beradi. Ya'ni paragraflarga ajratganda liniyani o'zini border o'tdik. Adashmasam, border bersak bo'ladi, lekin bu yerda misol mana misol hozir border top 1 piksel solid va black qilib beraman. Ctrl plus S. Bu yerda borderdan hech qanday farqi yo'q, lekin border berib alohida stylga o'tmasdan HTML o'zida berib ketsangiz ham bo'ladi. Bu ham bitta misol ishlatiladigan kod. Lekin hozirda unaqa line adashmasam HR unaqa ishlatilmayapti. Chunki stillar bersak bo'ladi hammasini. Bugungi kodlarimiz, bugun o'rgangan narsalarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta hammasini takrorlang. Bundan oldin o'rgatgan kodlarga qo'shib ishlatib ko'rishga harakat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.